7. qism. Nima? Yana odam kelamda? Ha, shundoq keladi, xo'ynim keladi. Siz birdam ta'xir qilib turing, ha? Dedi Li xo'jayin. Men bu gapni anglab, Wanglinga yana kim keladi degan nazarda qarab qo'ydim. Wangling mo manga qarab ansirma degan ko'z ishorasini qilib qo'yib, oldiga qarab chayni ichib o'tirdi. Bir necha osh pishim vaqtdan keyin iliq men kirgan eshik qayta ochilib, ichidan ikki tunish chiroy ko'rindi. Ular dal Semiz bilan Jansulu edi. Voy! Bu ishkinglar bu yerda nima ish qilasizlar? Qarag'anda Li xo'jayin, siz hali pishiq tayyorlik qilsizmi? Qumliqdan qaytib chiqqan to'timizni biriga yig'algandan keyin sizga qo'l qo'ydim. Semiz shu gaplarni qilayotgandan keyin biz bilan qo'l ilishib ko'rishib o'tib o'ltirib gap boshladi. Ayting Ali xo'jayin, bizni zodi nima ish bilan chaqirdingiz? Ha? Avval o'ltirib choy ichaylik. Ondan oldirmay so'zlashmamdik. Dedi Li xo'jayin. Bizmo ortiq gap qilmay chayimizni ichib o'ltirdik. Birdamdan keyin Li xo'jayin o'zi gap boshladi. Har qaysi ustamlar, mening sizlarni bu yerga yig'ishimdagi asosli maqsadim, sizlar qumliqdan olib chiqqan Yipak kitobni Wang Begim tarjima qila olmay meni izlagan. Ha? Men buni tarjima qilib Yipak kitobdagi so'zlarning ma'nosini yechib chiqdim. Shunga har qaysinglar bilan o'rtoqlashay deb sizlarni chaqirdim. Gapni agildirmay ochiq davring Li xo'jayin. Biz hammamiz o'z odamg'o. Dedim men u odamning gapiga javoban. Ha, undaq bo'lsa, men bu gapni yushirib o'ltirmay. Ha? Yipak kitobda yozilgani bo'lsa, urushqoq bagliklar davrida bo'lgan bir songunning qabrisi ekan. Ha, undaqda qabri o'rnichi? Dedi Semiz oldirab. Semiz begim, oldirmay turmamsiz. Men hammani sizlarga deb berman. Biroq oldingi shartim u yerga cho'qim bilib berishimiz kerak. Dedi Li xo'jayin sat yejib turib. Undaqda siz u yerga biz bilan birga o'zingiz bormoqchimi yoki? Yo'q. Men mushi qeri holim bilan qandoqmi undaq jafoliq ishga chiday olmayman. Sizlar bilan birga faqat bir odamim birga bordi. Yo'yan, tez bu yoqqa kel. U shundoq dedi, meni olib kelgan hiliqi joyli yigit yugurib keldi. Sizlar bilan birga boradigan odamim mushu. Qandoq qo'shilamsizlar? Biz bir-birimizga qarashayotgandan keyin Jansulu eg'iz ochdi. Bo'ladi. Lekin biz u yerga bola boqqilib olmaymiz. Bizga hech bo'lmaganda o'zini qo'g'diyolg'idek birsi bilan bormasak bo'lmaydi. Can birodar, siz uni bo'shchaqlamang. U odatga bola emas. U harbiylikdan chekingan usti mushlashchi, ham usti margan. U shundaq deb Jansuluga mansitmaslik nazari bilan qarab qo'ydi. Undaqda men gapni ochiq qilib qo'yay. U biz bilan bos bo'ladi. Lekin biz bordigan joyga borgandan keyin qalaymaqon xiyolda bo'ldi ekan. Uning bexatarligiga men bir narsa deyamayman juma. Dedi Jansulu. Ha, uningdan xotirjam bo'ling. U sizlar nima ish qildinglar shuni qiladi. Undaqda biz bormoqchi bo'lgan joyni endi deb berasiz? Dedim men. Ha, ma'qul. Go'har jilg'ining o'rni Jiangsu o'lkasining Lianyuangang nahiyasi Yuantayshandig'ida. Go'har jilg'ini tepishga kelsak, menda bir xarita bor. Shuni elib olinglar. Biz hammamiz xaritani olgandan keyin jabduq tayyor qilishni bahona qilib qaytishga o'rindik. Lekin bu Li Qingli degan abgaqiri bizga tayyorlikning hammani o'zining qilib berdiganligini, qaytmasaqmi bo'ladiganligini aytib bizni zodili mang'ili qo'ymadi. Bizmo amalsiz shu mehmon saroyda aram oldik. Oqshimi yotoq uyga kirgandan keyin men Wanglindan so'radim. Hey, o'lgur Wanglin. Sen Yipak kitobni men o'zim tarjima qilay desam, sen faqat unutmading. Endi ko'tirib kelib bu soxtipaz oltinchida qerining qo'liga topshirdingmi? Ay, undaq emas. Men shu faqat tarjim qilsaqla bo'ldi debdim-a. Bu qerining bunday xiyol borligini men nerdan bilay? Bo'ldilar. Endi shuna qilmaymi amal yo'q. Qerining degini bo'yicha qilaylik. Qabrga kirgandan keyin qog'oshlar biz qanday o'rlashtirsak shunaq bo'ladi. Dedi Jansulu.
Bizmi ortiq o'ylashmayla aram elishga tutildik. Ertasi tong sahardila Li xo'jayinning odamlari kirib bizni uyg'otdi. Biz mehmon saroyining oshxonasida nashtani qilib olgandan keyin yotoq uyda Li xo'jayin bilan ko'rishdik. U odam qoq sahardila tayyorlikni qilib bo'lgan bo'lib, Jansuga mangdigan poyezd biletini olib bo'lgan edi. Biz narsa keraklarni so'raganda Li xo'jayin Jansuga borgandan keyin oldimizga aglib beradigan odamning borligini aytib, bizni bekatga olib qo'ydi. Biz yana bosh odam bo'lib safarga otlandik. Poyezdda 3 kun mangandan keyin biz Jansuga keldik. Jansuga kelgandan keyin Li xo'jayin o'rlashtirgan odam bizning oldimizga chiqdi. Biz u odamning mashinasi bilan Jansuning Liyuangang degan yeriga qarab mandik. Biz yana mashina bilan bir kundan o'shqroq mangandan keyin Liyuangang degan joyga yetib keldik. Bu yerda mehmon saroyiga o'rlashgandan keyin jabduqlarning kelishini saqlab o'tirib, yana 3 kun o'tdi. 3 kundan keyin jabduqlarmi keldi. Biz jabduqlarni olgandan keyin Yutayshan tog'iga qarab yo'lga chiqdik. Bu tog' Jansudagi eng egiz tog' bo'lib, dengiz yuzidan egizdagi 400 metrdan 800 metrgacha keladi ekan. Biz bu tog'ning tuyiga joylashgan tog'liq kanitda bir kecha turgandan keyin ertasi saharda tog'ga qarab atlandik. Tog' baktik egiz bo'lg'achqa belimizga arqon chekib, bir-birimizga arqon ulab mangdik. Voy jon, bu tog' nemancha egiz. Beqirsamiz begim tog' ustiga chiqmayla, o'lib tugaydigan o'xshayman. Ay bo'ldi qila, yana ozroq chidvat. Tog' ustiga chiqishga ozlik qoldik. Dedim men semizni rag'batlantirib. Voy bo'ldi, birdam orom olaylik-ku. Ey jon birodar, birdam orom olaylik deyapman. Dedi semiz voysigan holda. Bo'ldi, mush yerda birdam orom olaylik. Menmo charchab qoldi, dedi Jansulu. Bizmi mush gapni saqlab turgandakla joyimizda o'ltirib, tamak tutashtirib chekib o'ltirdik. Biz bu qatim oshmoqchi bo'lgan qabr odatdagi qabr emas. Qaranglar bu joyga. Tuproqinam yer sharoiti bilimida bundoq joy qabr qilishga mos kelmaydi. Bu joyga qabr yasaganlik avlod naslini quritganligiga o'xshash, dedi Wang Mi. Wang Migem, sizmi mushundoq sapsapilarga ishinib yuramsiz? Bizning qabr ikisi bilan nima korimiz bor? Biz faqat oldigan narsalarni elib, yenib chiqsaqli bo'lmadimi? Dedi Liu Yuan. Sen ish ko'rmagan shumtak nimani bilasan? U yerda sen o'ylanmaqman xatarlar bizni saqlab atidi. Meni bilmaydi dedingizmi? Bak bu shu yushurun tuzoq bordi. Yushurun tuzoq degan odatdagi ish. Oldinga och arvoh yoki qonliq murdadan birisi uchirsa, shu chaqda ishdan big'ingni po'qlamag'ingni men bir ko'ray. Wang shundoq deb gapni tugatdi. Biroq bu Liu Yuan degan bu joyil bola gapni tugatmay ko'chilab so'raverdi. Undaqda qonliq murda degan qandoq bo'ladi? Och arvoh deganchu. Ish qilib, men bundaq sapsapilarga ishonmayman. Bu deganchu, kichik bolani qo'rqitish uchun to'qib chiqqan hikoya xolos. Buni anglab semiz gap boshladi. Ey, qara, biz asli 5 birodar edik. Seningcha bizning yana bir birodarimizga nima bo'lgandi? Bak bo'lsa shu yushurun to'zoq desab o'lgandi. Qas qilgan bir ovozdan keyin Liu Yuan voyjon deb yerga yiqildi. Bu bir mushni Jansulu urgan bo'lib, qopqini turgunicha yosh yigitga dedi. Men sana deb qo'yay. Yana ortiq gap so'raydigan bo'lsa, Peqir Jansulu, seni mush yedil jinoni olaman. Bu meni o'ldirsang sen hayot qolmaysan. Li xo'jayin seni hayot qo'ymaydi. Peqir Jansulu, sening o Libigem degan odamlaringdan nechini ko'rgan? Seni mush yerda o'ltirib, mordlarning qo'lida o'ldi desam, hech kim menga bir narsa demaydi. Tushundingmi? Liu Yuan yiqilgan yerdan turg'ach, "Voy jon, qo'ling nimada qattiq? Jaga, o'lgir sen ablaqmi harbiylikka borganmi?" Liu Yuanning bu gapiga Jansulu javob bermadi. Biz shu joyimizda birdam o'ltirgandan keyin yana yo'lga chiqdik. Liu Yuan yo'lda mang'icha to'xtamay ko'tildab turmangdi. Men-chu harbiylik vaqtimda payjonliqqa o'stirilganman. Keyin ozroq ishlar tufayli harbiylikdan chekingan. Ara sunaka sizlarning hiliqi bir birodaringlar qanday qilgan? Uma? U murdi bilan edishayotganda murdining hujumi uchrab o'lib ketdi. Bu sizlar yo'lga chiqqanning yoki mushu murdi och arvoh deysizlar. U narsalar rostli mavjudmi? Seningcha biz bu qurollarni nimaga olib olgandik? Ha? Nimaga olib oldinglar? Asta. Nimandaq to't nimasan? Shu albatta murda arvoh degandek narsalar uchrab qolsa, ularni bir taraf qilish uchun elib olamizda.
Undaq bo'lsa, murdi degan qandaq bo'ladi? Önünglarni o'chiringlar. Jansulu shundoq deb mengayotgan o'rnida biror shapini anglab qolgandek to'xtab, oldi tarafdagi chatqal orasiga qarab turdi. Biz har qancha quloq solgan bo'lsaqmi, biror shapini anglayolmadik. Bir necha daqiqadan keyin oldimizga chatqal orasidan xirildigan ovoz keldi. Biz şu an qurollarimizni elib chatqal tarafga qaratdik. Chatqal orasidan rangi kulrang holatdagi bir-biri uçqandek etilib chiqdi va oldimizda yo'l boshlab mengayotgan Jansuluga etildi. Jansulumu chaddaslik bilan bo'ridan o'zini qochirg'ach, bo'riga qo'lidagi qora oltin sopliq qilichini shiltidi. Qilich bo'rining naq o'ng putiga tekkan edi. Bo'ri g'ingshig'inicha orqaga chekinib, osmonga qarab ulashga boshladi. Tog' ichida birdamdili bo'rilarning taraf-tarafdan hovligan ovozlari bilan qoplandi. Birdamdila atrofimiz bo'rilar bilan to'shib ketdi. Bo'rilar bizga ehtiyot bilan yiqilishyotdi. Valin etinglar adapli o'zi boshda bo'rilarni o'qqa tutishga boshladi. Birdamlik etishdan keyin bo'rilarni qo'limizdagi mav qurolning yomonligini bilib qoldimi aytavur, hammasi orqaga chekinib ko'zimizdan g'oyib bo'ldi. Voy, bu tog'bak xatarlikmi qandoq? Ko'p kunduzli oldimizga bo'rilar uchirdi. Agar kelsa uchrab qolgan bo'lsa, biz oldinburun bo'rilarning bir vaqtlik isil g'izosiga aylanib ketgan bo'lardik. Dedi Sömiz ko'zlarini chakchaytib. Tez mangayli. Biz degan manzilga yana 1-2 kun mangdigan o'xshaymiz. Kech kirguncha bir panohlanadigan joy topmasak bo'lmaydi, dedi Wanglin. Bizmi ortiq gap qilmay qurollarimizni mo'rimizga otib, Jansuluning orqasidan uningga agishib mangdik. Kech kirib ko'zimiz 10 metr doira ichini aran ilg'i qilg'idak bo'lgan chaqda biz har holda palohnangudak bir tog' kamirni topdik. Biz tog'dagi boshqa yirtqich hayvonlarning diqqatini tortib qo'ymaslik uchun preslangan pranik bilan qutuliq go'sht konservasini yeb qo'zoqlarimizni to'yg'izishib o'ltirdik. Hammamiz olmishib kuzachilik qilaylik. Har birimiz 2 soatdan. Qolganlarimiz navbatimiz kelguncha yetib, oromimizni olaylik. Bo'lamdi, dedi Wanglin. Birinchi bo'p men turay. Yo'q. Sen bizning odamimiz emas. Gapning satin deganda men sana ham sening heyliq taqirbosh boshlig'ingga qat'iy ishonmayman. Wanglin, siz nimishqa menga ishonmaysiz? Acaba men sizlarni o'limga itiramanmi? Senda unchalik qobiliyat yo'q. Sen bizni o'limga ishtiramaysan. Balki heyliq taqirboshga xabar yetkazsan. Meni bilmaydi dedimmi? Mushu vaqtgacha mening ko'zimdan hech qanday narsa qechib qutulib boqqan emas. Sakkizinchi qism. Senda unchalik qobiliyat yo'q. Sen bizni o'limga ishtiramaysan. Balki heliq taqirboshga xabar yetkazsan. Meni bilmaydi dedimmi? Mush vaqtgacha mening ko'zimdan hech qanday narsa qechib qutulib boqqan emas, dedi Wanglin. To'g'ri. Mening sizlar bilan birga mengishga maqsadim Li xo'jayinga xabar yetkazish. Lekin men unda qilmadim. Agar men xabar yetkazgan bo'lsam, Li xo'jayin bu chaqqa qadimiy qabrga kirib bo'lganmi bo'ladi? Oxiri haqiqiy maqsadini oshkorlading, ha? Men qanday qilsam, menga ishonilgansizlar deyman. Qani undaq deyta. Sen nemish xo'jayinning xabar yetkazmaysan? dedi Jansulu. Chunki Li xo'jayin qabrini tepib olsa, hech qaysimizni hayot qo'ymaydi. Nima? Buni sen qanday bilasan? Men bu gapni bir kuni Li xo'jayin bilan amerikalik bir savdogar paranglashayotganda o'g'irlikchi anglab qolgan. Undaq deyta. Bu qabr kimning qabrsi? Ham qabr ichida nima borligini bildigan sen? dedi Wanglin. U qabri urushqoq bayliklar davridagi bir songunning qabrisi. Undaqda qabr ichida zodi nimalar bor? Buni qo'v bildigan sen? Mening biladiganim bu qabrda pulga sotib olganim bo'lmaydigan bir qilich bor ekan. Bu qilichni ayni chaqda songun bir qo'lliq ishlatgan ekan. Bir qilichning mo'shinchilik atib oladigan yeri bormi ekan? U to'g'ri deydi. Bu qilich odatki qilich emas. Bu qilichni ayni chaqda songun Miyavzular bilan qilgan jangda o'ljaga olgan qilich. Sizlarmi bilasizlar? Miyavzular qadimdan butun joni zilzila solgan. Bu qilich ayni chaqdagi bir Miyavzulik pirxonning qilichi. Mening bilishimcha, qilichning ismi Chilin qilichi deb atiladi ekan.
Qilich sipiga taq ko'zlik ajdahoning rasmi sızılgan bo'lib, ajdarho urug'idagi kishilarning qini tamsa, har qanday narsanimi par qilib o'talaydi ekan. Undaqda ajdarho urug'idagi odamni nerdan topamiz? Dedi Semiz. Meningcha, Can birodar siz ajdarho urug'idingo deyman. Bu gapni anglab, men mu og'zimni echib qoldim. Nima? Cansulu, sen ajdarho urug'idinmi? Biroq mening bu gapimga Cansulu javob bermadi. Men oldingi qitim qabrga tushganda sen tuyuqsizda yo'qolib ketding. Keyin kiyimlaring yirtilib, butun yering yordar holatda qaytib kelding. Shu chaqda men sening badaningdagi ming qo'lliq ajdarhoning chakmasini ko'rgan. Meni hammadan gumonlantirg'ini jasad burgusimi sening qiningdan qo'rqidi ekan. Shundoq. Men ajdarho urug'idan. Bu chakma bizning jon jamiyatining chakmasi. Ayni chog'da buvam jonchiling toq to'shqan tutqul chiqib, ehtiyotsizlikdan yerdan yiqilib tushib, hushidan ketibdi ekan. Buvamning esida qolgani bir qeyri buvayning o'zini ko'tarib, bir kapiga akrab, bir narsalarni yedirgan ekan. Keyin buvam hushidan ketibdi. Uyg'onib qarasa, kap ichida hech kim yo'q. Buvamning badani bo'lsa, bo'g'ra kekining rasmi chekib qo'yilgan ekan. Mening qinim buvamnikiga o'xshash. Lekin bu chekmaga kelsak, men esimni bilsamla bu chekma menda bor ekan. O shundoq deb gapini oxirlashtirdi. Undaqda bu gaplarni sana zodi kim deb bergan? Buni buvamning xotirasidan ko'rgan. Bo'ldi, kashf bo'lib ketdi, orom olayli. Tunji bo'lib, qorovullikda men turay. Vanglin shundoq deb o'nkir eg'izida o'tirdi. Bizmo yetib uyquga tushib ketdik. O'rnimdan tursam, tong etib ketibdi. Qorovullikda mening o'rnimga Lyuyan turibdi. Men o'rnimdan turgandan keyin Lyuyan manqirab kulib qo'ydi. "Qubayacha, turdingizmi?" "Ha. Qorovullikda sen turibsan-ku." "Ha, atdigan Sun aka sizni uyg'otmoqchi bo'lgan. Mening uyqum echilib ketib, qarasam siz bak tatlı uxlab ketibsiz. Shunga menli turib atdim." dedi Lyuyan. Men uningga qarab birini kulayotgandan keyin boshqalarni uyg'otdim. Hammaylar o'rinlaridan turishib nashta qilgandan keyin biz yana yo'lga chiqdik. Yo'l bo'yi oridan bir ig'izmi parang bo'lmadi. Biz yana shu tariqada tog'ning sap havosidan nafas olganimizcha yo'limizda davomlashtirdik. Yuantayshan tig'i Jiangsu o'lkasidagi eng egiz tog' bo'lib, yiroqdan ko'rinishi so'zilib yotgan ajdarhoga o'xshaydi. Biroq g'arbdan shimolga so'zilib yotgan bu tog' yer sharoiti bilimida bundoq joy qabri qilishga faqatli mos kelmaydi. Bundoq joyga qabri qilsa, urug' jamiyatini quritqanga barobar edi. Biz shu orada yana 2 soat mangandan keyin oldimizga bir nihoyat cho'ng bir tip qiri akasiya daraxti ko'rindi. Biz shu akasiya daraxti ostida qo'soqlarimizni to'yg'izishdik. Voy. Bu daraxt ajab cho'nkan-ku, ha? Sizlarcha bu daraxt zodi qancha yil umr ko'rgandi? Semizning bu gapi meni sal o'ylantirib qo'ydi. To'xta. Bu ish sal g'alati turdi-ku. Acaba bu daraxtning osti kavok emas-ku? Bo'lmasa daraxtning bundoq yo'g'onab ketishi toza to'g'ri emas-ku? Men darhol xiyolimni ularga dedim. Semiz loyan gurjagini elib yerga sanjib po'lat turbularni ulg'andan keyin gurjakning ustiga bolqi bilan urib gurjakni yer ostiga kirgizdi. Gurjak bir necha metr kirgandan keyin har qancha ursaqmi ichiga zodili kirmadi. Biz qabrining mushiyada ekanligini bilib qo'lashga tushib ketdik. Men texi qo'lashga bir necha soat ketamnikin desam kim bilsin, tog' ustini qo'lamoq qumni qo'laganga o'xshash oson emas ekan. Biz o'g'ri kamurini qo'lashga tushgan chaqda texi kunmi tushib bo'lmagan edi. Kun kech bo'lgan chaqda qabri temi aron ko'rindi. Qabri temi ko'ringandan keyin Jiangsu bexatar ekanligini jazmlashtirgandan keyin biz qabri temini chiqib qabr o'g'ri kamurini rasmiy ochdik. Semiz yo'rutqichdan birini elib, uni o't tutashtirgandan keyin qabr ichiga qaritib tashladi. Biz kirgan joy tik bo'lgan shakldagi qabr uy edi. Biz qabr uyning naq turisidan teshib kirgan edik. Biz qabr ichiga tushgandan keyin tomdagi o'yma rasmlarga ko'zim tushib qoldi. Bu rasm chizilganiga uzun bo'lgan bo'lsa-mu, rasmni asosan ilg'i qilg'ili bo'ladi. Birinchi parcha rasmda bir shaharning ko'chasi bayon qilingan bo'lib, bu shahar bir xil odamga bexatarlik tuyg'usi ato qila oladi. Ikkinchi parcha rasmda bo'lsa, shahar ichidagi kishilar bu joydan ko'chishga boshlaganligi tasvirlangan edi. Keyingi parcha rasmda
uchisiga qora yaktak tortib olgan bir qo'shin shaharga bostirib kirganligi xotirlanibdi. 4-pocha rasmda bo'lsa, shahar chiraklari dushman bilan qattiq jang qilganligi hamda dushmanni mag'lub qilib, orasidan chiroyi surlik bir odamni asirga olganligi, keyin bu odam qo'shin oldiga otga minib turgan qarashqila bir sonunga o'xshab ketadigan odamga sepiga ajdaho naqshi tushirilgan bir qilishni sovg'a qilganligi bayon qilinibdi. Men bu qabrining ayni chog'da Liuyan aytgan yilqi sonunning qabrisi shu ekanligini bildim. "He, qaranglar. Biz yo'lda deyishgan sonunning qabrisini tepdik. Mushu qabri dal sonunning qabrisi ekan." Yanpeng, sen hajab shundoqli qaror chiqaryapting-ku. Bir narsa bayqadingmi? Dedi Semiz. Tomdagi bu rasmlarga qara. Bu rasmda mush qilishning sonunning qo'liga tushganligi ishlari bayon qilinibdi. Boshqalarmi rasmlarni bir qur ko'rayotgandan keyin boshlarini ling'ishtishib, hammasining chiroyida kulki tabassum qildi. Bo'ldi. Bu qabrning kimning qabrisi ekanligini bildik. Biz asos qabrni topmasak bo'lmaydi. Tez, yo'limizga ma'yli, dedi Wang Lin. Ma'qulamsa, tez ma'yli. Biz bu qabr uyining bir chetidagi tosh koridori bilan oldimizga qarab yurib ketdik. Bu koridor odatdagi xishton bilan quburilgan bo'lib, tomda biror naqish yoki biror tal rasm degandek narsalar yo'q edi. Biz bu koridorda yarim soatcha mangan bo'lsaqmi, bu koridorning oyog'i chiqmay o'tadi. Bu koridor nemandoq uzoqdi, ha? Biz mengayotqali hozir yarim soatcha bo'lib qoldi. Biroq biz bu koridordan chiqib bo'lamidik. Deb taqilgansa, dedi Semiz. Ko'ngli bir shumliqni sezib turdi. Hammalar ehtiyot qilayli. Biz shu orada yana bir necha soat mangan bo'lsaqmi, bu koridordan chiqamidik. O'lgur. Biz bir mangan yo'li ming yuribdik. Ezit qilib ekan. Nima? Sen xatolashib qolmagansan? Yo'q, men xatolashib qolmadim. Men mana tomga sun degan xatni yozib qo'ygan. Bu men yana mush xatni ko'ryapman, dedi Semiz. Semiz xato demabdi. Biz to'zoqqa tushibdik, dedi Wang Lin. Undaqda biz bu joydan chiqamaymiz-mi? Undaqmi emas. Biz bir joyimizni cho'g'ilaveribdik. Undaqda chiqib ketadigan amal yo'qmi? Meningcha, men bir qurilmani boyqagandek qilaman, dedi Jansulu. Biz darhol Jansuluning qishig'iga maqdik. Biz hammamiz qarab, hech bir atal qurilmani qo'zg'atadigan narsani ko'rmadik. Sen zaten nimani bayqading? O'ylab qanglar. Biz manganda hech qanday yerdan qayrilmadik. Biz faqat o'dilmizga qarab maqdik. Mening bayqig'ini boshliqning qizilishi. Sening demakchi bo'g'ining acaba biz to'ymagan holatda boshliq qayrilib bizni yana aslidagi joyimizga qaytarib qo'ydimi? Shundoq. Agar undoq bo'lmadi desa, buningda boshqa yana bir ish bor. Uningga toza ishlayapman. Avval bir deb boqmamsan. Yana bir mumkinchilik. Bizni bir narsa o'yintyotdi. Undaqda bizni jin arvohlar o'ynatyotdi, ha? Semiz shundoq deb atrofni tekshirish uchun keyniga yenishiga qandoqdir bir qurilmaga dastlab daqiqa o'tmay Semizning ostidan bir ish echilib, Semiz ko'z oldimizdan g'oyib bo'ldi. Biz nima qilarimizni bilmay turganimizda Jansulu beribla Semiz tushib ketgan kamarga sakrab tushdi. Bizmi orqa-orqadan sakrab tushdik. Biz tushganda Semiz yuritqish bilan bu qabr uyini yuritayotgan bo'lib, bu qabr uy biz kirganda ko'rgan qabr uylarga qat'iy o'xshamaydi. Qabr uy düptügülek bulup, qabr uyning o'tirida bir qosh teshidan yasalgan jasad sanduq turadi. Biroq bu jasad sanduqi allburun echilib bo'lgan edi. Bu jasad sanduqini kim ochgandi? Acaba biz bu yerga ikkinchi bo'lib kirdikmi? Hey, sen bundoq desang, biz quruq qabrga kirib o'ltadikmi? Dedi Semiz. Tushganning yoqi bir ig'izmi gap qilib boqmagan Liu Yuandan bir narsadan qo'rqib ketgandekla vaqirab ketdi. Vajon! O'lgur, bu qanday narsa? O shundoq debla biz tarafga qochib kelib oldi. Hammamizning ko'zi oldimizdagi qabrining qorong'u yeriga tikildi. Birodarlar, biz o'ladigan bo'ldik.
9-chi qism. Birodarlar, biz o'ladigan bo'ldik. Yo'yan shundoq deb titrab turadi. Jansulu bu gapni anglab uningdan so'rdi. Nimani ko'rding? Bir jasad menga qarab turdi. Bir ko'z qarichiqi yo'q. Ko'zi bilan menga qarab turdi. Semiz yuritqichdan birini olib o't yoqqandan keyin Yo'yan qochib kelgan joyga tashladi. Ko'rganimiz shu bo'ldiki, o'lganiga texi uzun bo'lmagan bir jasad qo'rsaqlari yerilib, uchaylari sangilab qolgan holatda yotadi. Jasadning qo'rsaqlaridan jasad burgulari kirib chiqib turadi. Biz bu jasadni ko'rib, bu joyda uzoq turishga bo'lmaydiganligini bilib, chiqish eg'izi izladik. Jansulu birib jasadni bir chetga tortibla, jasadning orqasidagi bir kamarni ko'rsatib, "Tez mayli" deb qo'yib, o'zi birinchi bo'lib kamarga shunqidi. Bizmo orqadan kamarga kirdik. Kamar ancha uzun emas bo'lib, biz uzoq mangmayla yana bir lahatga kirdik. Bu lahatmo oldinqisiga o'xshash edi. Biroq lahat ichida jasad sanduqi yo'q edi. Biz oldinqisiga o'xshash lahatdagi kamardan ichkirilab kirdik. Biroq bu qatim chiqqan joy kangri bir o'rakka o'xshash joy bo'lib, bu o'rakda yerim chirigan jasadlar bor edi. Qaraganda biz nazir chiroq uyga kirib qopdik, dedi Vangli. Asos qabri oldimizda. Tez bo'linglar. Biz bu sang'un zodi qoniq narsa bir ko'rib boqayli, dedi Jansulu. Biz bu nas bosgan nazir chiroq o'rigidan aylanib o'tib, yer ostiga tutishadigan bir palampay bilan yer ostiga qarab shung'ib ketdik. Biz palampay bilan bir osh pishim mangandan keyin oldimizda kangri bir yerim futbol maydonichilik cho'nliqdagi qabrga keldik. Qabri o'tirda 6 dona jasad sanduqi qo'yilgan bo'lib, hammasi degidek bir-birisiga qarma-qarshi qo'yilgan edi. Buni ko'rib men Vanglindan so'radim. Vanglin, bu asos qabr emas-ku? Men bilmadim Juma. Bu asos qabr shukan, dedi Jansulu. Undaqda bu 6 dona jasad sanduqi bu yerda nima ish qiladi? Buni men bilmadim. Qaranglar tomdagi bu rasmlarga. Degidek sang'unning urush qilganligiga ish yozilgan. Biroq asli bu joyda bu 6 dona jasad sanduqi bo'lmasi kerakdi. Jansulu mushigamni qilib turishiga orqamizdan birining tunish ovozida gap qilgani angladi. Bu o'lgiri ablaqlar. Senlarni tepish ajab tasga tushdi. Hammamiz bu ovozni anglab orqamizga burildik. Orqamizda Li Xo'jayin va Li Xo'jayinning 5 odami bizga qurol tanlagan ish turadi. Sen bu yerda nima ish qilasan? Vangbigim, siz kelsangiz bo'ladi ekan. Peqir Libigim kelsak bo'lmamdi ekan. Biroq sizlar bo'lmagan bo'lsanglar, qo'limdagi bu eski xarita bilan mening bu joyni tepib kelalishim mumkin emas ekan. Belim sizlarning kayninglardan mushiyani tepib oron keldim. Li Xo'jayin, siz qandaqsizga? Men sizga xabar qilmagaydim-ku. Siz bu joyni qandaq tepib keldingiz? dedi Liu Yuan. Li Xo'jayin bu gapni anglab, Liu Yuanga sadbirini oliyotgandan keyin, men sen sotqiniga shuncha ishinib ketibdiman. Agar sening chopining o'rin belgilash uskuni sep qo'ymagan bo'lsam, bu joyga kelamaskanman. Li Xo'jayin, sen bu joyga kelgan bilan bu joydan tirik chiqib ketamaysan, dedi Vanglin. Xotirjam bo'l. Men Libiga mush qabridan chiqamsam, sen ablaqlarning hammangni mush yerdan bir taraf qilib o'taman. Tez qo'lingni ko'tarib menga taslim bo'l. U shundoq deb qo'l ostidagi odamlarga buyruq tushirdi. Hammasi bizga qurollarini tanlab turishdi. Bizmo qarshilashning bizga foydasiz ekanligini bilib, qo'llarimizni ko'tarishib turishdik. Xotirjam bo'ling, Vangbigim. Men mush qabridan chiqib ketguncha sizlarni o'ldirmayman. Darhol ularni bog'lab tomga uylab qo'yinglar. U shundoq deydi. Orasidan bastilik kelgan ishkisi bizni bog'lab tom tüydi yotqizib qo'ydi. Biroq bizning oramizda bir odam kam edi. Men ovozimni past qilib Vanglindan so'radim. Vanglin, semiz qani? U bu gapimni anglab menga qarab beshini cho'ng chayqab, orqadagi bir tosh haykalning orqasini ko'rsatdi.
Qarasam, semiz haykalning kendida bizga qarab, eg'iziga qo'lini takkizib gap qilmanglar degan ishoratni chiqarib qo'ydi. Bizmi gap qilmay Li xo'jayinga qarab turishdik. "Mao ishking tez berib, o jasad sanduqlarini och." Li xo'jayin shundoq deb qo'l ostidagi ishkisini jasad sanduqini ochishga buyurdi. O ishkisi jasad sanduqining tugi berishiga semizmi chandurmay, asta kelib Jansuluning puti va qo'lidagi arg'amchini yishvatdi. Ondan mening qo'limni, ondan Wanglin va Liu Yuanning qo'lini bo'shtivatdi. Bizmi chandurmay joyimizda yotdik. Semizmi asta haykalning orqasiga turib oldi. Ne xo'jayinning ishga odimi berib jasad sanduqi eg'zini echishiga, jasad sanduqi ichidan bir qop-qora bo'lib ketgan bir jup qo'l chiqib, u ishkisini jasad sanduqi ichiga akirib ketdi. Ne xo'jayin bu ahvolni ko'rib qolgan 3 odamiga berib beqishni aytdi. Dal mush chaqda qolgan 5 jasad sanduqimi jaloqishga boshladi. Bu ovozlarni anglab bizmi qo'rqib ketdik. Buni anglab Jansulu eg'iz ochdi. Chatoq bo'ldi. Bu sanduqlarning hammasi morda jasad sanduq ekan. Biz darhol salonning jasad sanduqini tepishimiz kerak. U shundoq deb hamma taraflarga aloqzodilik bilan qarashga boshladi. Bu chaqda Li xo'jayinning oldidagi jasad sanduqlaridan qop-qora ko'z qaruchiga kamar bo'lib qolgan 6 dona murda Li xo'jayinlarga qarab turardi. Tuyuqsiz ko'zim naq mening ustimga to'g'ri keladigan joydagi bir o'yman joydan chiqib qolgan turqi jasad sanduqiga o'xshab ketadigan narsaga tushdi. Men darhol Jansuluga ustimni ko'rsatdim. Jansulu buni ko'rib chiroyiga ozroq kulki yugurtib, tomga apchilik bilan ovoz chiqarmay yomishib chiqib ketdi. Bu chaqda Li xo'jayinlar urushga tushib bo'lgan bo'lib, Li xo'jayinning bir odami o'lib, ya'ni 2 odami qolgan edi. Ular murdiga qaratib to'xtamay o'q utsimi, o xuddi toshqa tegayotgandek ovoz chiqarib, murdiga qilchimi qarqinmay o'tadi. Li xo'jayinning yana bir odami o'ldi. Endi faqat bir odami bilan Li xo'jayin ikkisili qolgan edi. Bizmi bundoq yasak bizga foydasi yo'q ekanligini bilib, murdilar bilan elishib ketdik. O'q ovozi bu qabrini larziga keltirayotgan edi. Afsus, Li xo'jayin qabrida uzoqroq yashay olmay, murdining hujumiga uchrab shundoq echinishliq o'ldi. Uning ko'krigini murdi teshib 2 pora qilib edi. Dal mushu vaqtda ustimizdagi Jansulu qo'lida qop-qora bir qilishni tutqunicha yerga sakrab tushdi. Bu qilich shundoq nafs ishlangan bo'lib, qilich sepida bir ajdahoning surati turardi. Jansulu qo'lidagi qilish bilan oldidagi murdini shundoq birini chepidi. Bu xislatli qilishmi xuddi tumirga tekkandek silkinib ketdi. Jansulu qo'lidagi qilishga birini qarayotgandan keyin qo'lini qilishning besiga qo'yib, biri suribla qo'lini kesib, qinini qilishga takkuzdi. Qilich besiga qon tegishi bilan qilish sepidagi ajdarhoning bir ko'zi qizil holat yurdi. Jansulu buni ko'rib, o'ziga hujum qilib kelayotgan murdining beshiga chepivdi, murdi beshiyaga to'roq ko'rib tushdi. Bizmi buni ko'rib Jansuluga yordamlashib, orisidagi oldimizga kelganligi murdining bo'yin tarafiga qaratib etiverdik. O'q murdining beshiga o'tmagan bilan bo'yin tarafiga tegsa, beshini uzib talaydigan emasmi? Bizmi birer soatlarcha jang qilgandan keyin bu o'lgur murdilar o'lib, bizmi deb bir-birimizga yo'langanimizcha o'ltiribda qoldik. Jansuluning kiyimlari yirtilib, ustinki yerim badanda hech nima qolmagan bo'lib, men qo'lliq ajdarhoning chakmisi monument debli chiqib qolgan edi. Biz qo'shal bo'lishga ulgurmayla, Jansulu qilishni olgan jasad sanduqidan olqonlari nihoyat cho'ng bir qo'l chiqdi. Keyin badallarining yerimligidek chirib go'sh qolmagan bir murda o'rnidan tik turib yerga zarda bilan tushdi. Jansulu buni ko'rib, "Qechinglar! Chiqish eg'iz taraf qarab qechinglar!" deb o'rnidan turib qochmoqchi bo'ldi. Murdi bilib qolgandekla Jansuluga qarab etildi. Jansulumu o'zini epqichga ulgurmayla murdi tarafidan hujumga uchrab, tamg'a qattiq so'qilib yetib qoldi. Biz murdiga qaratib o'q etishga boshladik. Biroq bu qatim o'q boshqa murdilarga kar qilganga o'xshash, bu murdiga faqatli kar qilmay o'tadi. Biz shuncha tirishgan bo'lsakmi, murdi hech ish bo'lmagandek turadi. Biz murdiga o'q etivagachga, murdi texmi asabiylashib, bizga texmi kuchli, texmi tez hujum qilishga boshladi. Oxiri biz ansirgan ish yuz berdi. Qurollardan qaras-qaras qilgan ovozlar orqama-orqadan chiqib to'xtadi. Qurollarda o'q tugagan edi. Bizga o'limning puruqi puravatadi. Tuyuqsiz Wanglin yenidan qora eshak tuyuqini chiqarib murdiga etildi, biroq murda Wanglini birini uribla necha metr nerisiga uchirib atdi.
Semiz murdini netchini eg'izini buzib tilvatgandan keyin murdiga etildi. Biroq murda onimi birini urib yerimjan qilib qo'ydi. Oxirida men murdiga qarab etildim. Murda meni ko'zga ilmagandek qarab o'tirardi. Ben berib murdining beshiga kuchab bir murch soldim. Lekin qo'lim xuddi toshga tekkandek og'rib ketdi. Biroq murda menga qarab hech qanday harakat qilmay turardi. Bu vaqtda murdining orqa tarafidan o'rilgan bir qilich bilan murdi yaga yiqildi. Jansulu qilichni murdining naq beshiga chapgan edi. U mushi qilichni chepib o'tibla joyida yiqildi. "Hey, Jansulu, ko'zingni och! Ko'zingni och, Jansulu, ko'zingni och! Bizni qo'rqitma!" Men shundoq deb uni uyg'otishga tirishdim. Biroq manglim kelib uningga bir qarab atgandan keyin, "Ansirma, uningga hech ish bo'lmaydi. U faqat oylinib ketibdi xolos. Ansirgidek ish yo'q-ku." Men bu gapni anglab, deb turishimga oldimizda sunaylanib yotgan hiliq yerdagi jasad sanduqidan chiqqan bir ayol jasadning qo'rchiqidan jug'i kichik, xuddi itbosh maymunga o'xshab ketadigan qarmoqqa beshi sisiq tovuzdek ko'rinadigan bir narsa chiqish uchun jasadning terisini ustiga ishtirib bir xil sat ovozi xirildayotdi. Vanglin buni ko'ribla chiroy o'zgardi va "Tez qo'chayli. Bu jasad homilasi ekan. Agar u murdining qo'sqidan chiqib olsa, so'ng'in murdini o'ltirgandan qiyin ahvolga tushib qolamiz." Buni anglab, men qo'rqib qoldim. Semiz quliga Li xo'jayinning odamlari bilan ep kelgan qurolni olib, bir qarab o'tgandan keyin jasadning qo'rsiqiga qaratib nechpay o'q etib o'tdi. Biroq aslida jasadning qo'rsiqidan chiqolmay turgan bu jasad homilasiga yordam qilgandek ish qilgan edi. Jasad homilasi o'q tishayotgan kamardan bir kuchapla jasadning terisini yirtib beshini chiqardi. Semiz eg'izini buzib tillab, jasad homilasiga o'q etishga boshladi. "Anangni!" Biroq bu narsaning tezligi bak chaqqan bo'lib, Semizning otgan o'qi uningga tegmay o'tadi. "O'lgir, qandaq narsa bu surtin, nimandaq tez?"